Xo'p, Dilshod aka, Labbay. mana bizani ko'rib turgan muxlislar, mana uzoq yaqindan ko'ryapti. Rossiyadan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan ko'rishyapti. Qo'shni davlatlardan. Qo'shni davlatlar. O'zbek tilini yaxshi tushunadigan akalarimiz. Mana bizada Toshkentda yangi dom ko'chib kelindi. Uje hamma bir-biri bilan uje okukadek tutunib, juda ham qadrdon bo'lib uje adashmasam bir 10-yu 12-marta uje o'zimiz ham bitta choyxona, oshlar, ovqatlar qilib yig'ilib o'tiribmiz. Misol uchun bu mana shunaqa narsa o'zidan o'zi shakllanib ketmaydi, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Buning uchun qo'shnilar bir-biriga juda ham yaqin bo'lish kerak, aka-ukadek bo'lib ketish kerak. Mana endi hammani o'ziga yarasha hunari bor. Kimdir taom tayyorlashni yaxshi ko'radi. Kimdir masalan yaxshi bir bezak qiladi, masalanda. Mana Shuhrat aka bir yaxshi taom tayyorlab, endi oshpazimiz desak adashmagan bo'laman. Chunki juda ham ko'p ovqatlarimizni, mana shu yig'ilishimizdagi ovqatlarni Shuhrat aka qilib beradilar. Shuhrat aka baraka toping. Mana domimizni ko'rib turibsizlar, qanaqa chiroyli. Eng qizig'i bu dom bor-ku, mana alohida bitta o'zi. Yonida qo'shimcha domlar yo'q. Mana shunaqa domni olishni tavsiya qilamiz. Chunki ko'p emas dom. Hozir anaqamizni ham ko'rsatamiz. Keling-da. Ichini. Oldin tashqarisida mana suvlarimiz borligini ko'rsatdik. Mana bu yerda, mana qarang, mana bu yerda suv to'ladi. Hozir endi suv kamayib ketdi. Mana bu suv to'ladi. Mana zaborlar bilan o'rab qo'ygan kechki payt salqinda rosa aylanishlik deb o'tlar. Mana bu yoq mana qarang, ana stoyankalarni qilib qo'ygan, archa, toza havo bor. Mana bu domimizni 9 etajkali. Endi mana bu yoqda bizani kirilishimizni Shuhrat aka ham xorazmcha osh damlab beryaptilar bizga. Shuhrat aka ko'rsting oshni ajoyibligini. Shuhrat aka mana 2026-yilni xorazmcha osh bilan kutyapmiz. Qani bitta o'zingiz tilaklaringizni gapiringchi. Mana qo'shnilar haqida nima deymiz? Avvalambor bugungi juma ham barchaga muborak bo'lsin. Qolaversa 2026-yilni chiroyli kutib oldik. Inshaalloh qo'shnilar hammasiga omad yor bo'lsin. Safarda yurganlarning safarlari bexatar bo'lsin. Prezidentimiz sog' salomat bo'lsinlar. Shunaqa sharoitlar yaratib qo'yibdilar mana. Dom, yaxshi domlarimiz, mahallamiz toza, hamma chiroyli. Barchani shu kirib kelgan yangi yil bilan tabriklaymiz. Kelsangizlar, oshga marhamat. Videoni oxirida osh pishganini ham ko'rsatamiz. Albatta. Endi anaqani ko'rsatamiz sizlarga mahallamizni. Mahallamiz faollaridan. Endi tanishtiring mana mahallamizni. Endi mana mahallamizda mana chiroyli bir garajlar qilingan, naveslar qilingan, mashinalar turar joyi, turargohi deylik. Mana qo'ni-qo'shnilar, yaqinlarning hammasi avtomobillari, mashinalari mana bu yerda turadi. Domni qarang, fayzliligini qarang, chiroyliligini, mana kirib kelishi bor, u yoqda chiqishimiz bor. Eng zo'ri Muhammad Sodiq aytganlaridek, yon atrofimizda dom yo'q. Faqatgina shu yolg'iz dom. Mana. Shuning uchun hamma qo'shnilar ahilimiz, bir-birimizga juda ham yaqinmiz. Shunday ekan, hammani taklif etamiz oshga. Oshimizni qarab turmasak bo'lmaydi, tegin olib ketmasin.